Ekonomik tarifda patkulch remont xizmatlarini so'ragan obunachilarimiz diqqatiga. Aynan mana shu ko'rib turgan xonadoningiz bizning ekonom tarifimiz. Ko'rib turgan hamma narsalarni birma-bir qilib o'tgan ishlarimizda tushuntirib o'taman va qancha pul ketganini ham yozib o'taman. Kimga qiziq bo'lsa agar videoni oxirigacha ko'ring, albatta manfaatli bo'ladi. Bu videoni remont qildirmoqchi bo'lgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Qani bizlar boshladik. Kirib kelish vходной eshigini atroflarini dabor qilingan. Mana bu tarafda qarang, patologgacha krashni mebel qilib berganmiz. Dopatalka haybatini o'zi gapiradi. Sanuzur 120 ga 60 lik kafelar ishlatilgan. Dush kabinalar. Polni gold va bunaqa aksessuarlar. Polkalar narujniy emas, va bunaqa внутренний ingichka 45 gradus qilib kesib berganmiz. Spalni qismimiz bilan tanishtiraman. Bu yerda ham polni aboylari bilan, mebellar bilan qo'yib berganmiz. Dopatalka qilib turib, bu yerda make-up zonasi, mana bu tarafda baquvvat matraslari bilan, divanlari ham cho'tkisi, biralar bilan alohida ikkalasi yonida rozetkalar zaryadga qo'yish uchun joylar tashlab o'tganmiz. Navbatdagi xonamiz, zal bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda bonusga qilib bergan narsamiz ham bor. Ko'rib turganingizdan zalni ham ochiq ranglarga. Mana bu tarafda aboy, polni молочный bo'lsa agar, o'sha молочныйga mos qilib jemchug rang ishlatib berganmiz gachlarga. Mana bu dizayndagi polni patsiv zonasi 100% bonusga qo'yib berganmiz. Juda chiroyli chiqqan. Kuxni qismimizdan tanishtiraman. Hammasi 100% MDF dan krashini cho'tkisidan bo'lyapti. Mana bu kuxni garnitur dopatalka qilingan. O'zi ekonom tarifda yarimta bo'lishi kerak edi. Yo'q. Bizlar buni ham dopatalka qilib, bonus qilib berganmiz mijozimizga. Duxovka, mikrovolnovkalarni olib berishgan. Xudo xolasa bitta shu ishimiz qilgan o'rnatib beramiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa agar, quyidagi raqamlarga telefon qiling. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Narx qiziq bo'lsa agar, aksiyasiga yozib qoldirdim. Salomat bo'ling.